Ada. Siz yerda gapim bor edi. Nima gap? Halakat, yana nima ishkal boshlading? Qanaqa ishkal ada? Yaxshi niyatda keldim. Qanaqa niyat yana? Sani niyating hech qachon yaxshi bo'lmagan. Sovuq niyatlar qilib kelasan. Ada sizni uylantirmoqchi edim. Meni uylantirsam. Ha? Voy, qara. Men 55 ga chiqqan bo'lsam, sen 35 ga chiqqan bo'lsang, qanaqasiga uylantirasan? Menim 35 ga chiqqanman. Hech kim uylantirayotgani yo'q-ku. Sizga zo'r kelin topaman ada. Kimga? O'rtoq, rahmat, seni ham ovora qildim. Hech qisi yo'q, mayli. O'rtoq, adingni o'ylantirsang bo'lardi. O'yin o'tganlariga hamchi 5 yil bo'lib qoldi. O'zi shuni o'ylab turdim ertalab, bilasanmi? Yo'q, zo'r bo'lardi. Qara, kimga uylantiramiz? Hey, Shuhrat! Hey, Shuhrat o'g'li, kim uylantiryapsa? Ertaga nima edi o'zi? Ertaga Abdusattor o'g'lini uylantiryapti. O'shanga 100 uramiz. Bahrir akaga. Abdusattor o'g'lini uylantiryapti. Men halani oldimdagi ho'kizimni uylantirganim yo'q. Ey Shuhrat o'g'li. Hey, ertaga to'yga o'rtog'im bilan o'tga. Choy poy tashib yuraysanlar. Xo'p bo'ladi. Mana, Nima? kelin topildi. Kim? Qo'chqorov ekan singlisi? Rostdan ekan. Ada, xavotir olmang. Hammasi zo'r bo'ladi. Qattan zo'r bo'ladi. Bu kalla qo'yishga usta. Bilasanmi? Buchi qo'y erkagi. Kim qo'y erkagi? Qo'chqor amaki nazar tutdim. Mana qara. Kirsalaring ikkaloving kirasan. O'rtog'ing bilan hal qilsang qil. Men kirmayman. Bo'ldi ada. Men o'zim tekslab hozir zo'r chiqaman. Qani ketdik.